Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq kitob anglag'uvchi do'stlar. Biz aktiv faoliyatchimiz Xalmurod Uyg'ur Elsoy yozgan Apam izlab degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda davlatsiz millatning ippiti degan temadagi voqeliklarni o'qigan edik, endi uning davomini o'qiymiz. Qo'rqinish va tushkunlik muvaffaqiyatli harakatning eng chong to'solg'isi deb tushuntirgan edi kishilik huquq faoliyatchilarining tashkillash faoliyat va bexatarlik kursiga qatnashganimdagi chichi yo'q o'qituvchim. Shundaq kurslarga 2018-yildan buyon qancha qitim qatnashdim. Media tarbiyalash kursi, yetakchilik kursi, bexatarlik kursi, tashkillashning qo'llanishchan texnikalari kursi degandek nomlardagi kurslarga oldi-kayni bo'lib 13 qitim qatnashgan edim. Faoliyatchi bo'lishdan burunqi xizmatga munosabatli tarbiyalanishlarni hisobga olmaganda, tunji qatnashqinim Angliyalik bir ommaviy fondi jamiyati o'rinlashtirgan media tarbiyalash kursi edi. 1918-yili yozda qatnashgan u tarbiyalashda mediadan qanday foydalanish, qanday qilganda medianing diqqatini tortish qatorliq temalarda tarbiyalanish bilan birga jiddiy ahvollarda mediaga qanday taqobil turish texnikalarini o'rgangan edik. U qitimliq kursga mendan boshqa yana 3 Uyg'ur bilan billa borgan edik. "Oqshom biror ish bo'ldimi?" deb so'rdi mendan. Men bilan kursga qatnashayotgan Uyg'ur aka attiganlik nashta vaqtida ishib qolgan qapoqlarini chimchildatib turib. Uning bilan tunji qitim shu kursda tanishgan edim. Bu kishining Uyg'urlarning media qarshilik harakatida yoshurun sarkardilik qilganligini, keyin shu qitimliq tarbiyalashni o'rinlashtirganlardan, uni misol elib so'zlagan leksiyalardan tunudim. Uning mevsini boshqalarga berib, o'zi yana ishni davom qildigan yoshurun qahramonlarning obrazi, ya'ni ko'nglimdagi haykali bo'lib qolgan edi. Men o'zimni oshkorlab harakatimni boshlag'ili amdila 1,5 yil bo'lgan vaqtlar bo'lsa-mu, bir qanchilgan cho'ng gazetlarda ismim atlashga muyassar bo'lganligi uchun o'zimcha bir ish qilgandek tuyg'uda bo'lishga boshlagan vaqtlarimda shundaq birining uchrab qilishi menga xuddi ulug' Rabbim Allohning o'rinlashtirgan ishidek bilingan edi. "Yo'q, bir ish bo'lmadi, aka. Ammo malimizga kelib qopsan deb birarsi sana chaqchaq qilmagandu", dedim uning xo'sh chaqchaqligini bilgachga. Uningga chaqchaq qilib, uning chiroyida jiddiylik ichida kulgi bordek, qandaqdir bir qiziqarli ishqa yo'liqqanligi, u ishning nima ekanligini anqira olmagandek, sal gangirgandek ifodalari daqiqada bir almashib turgandek qiladi. U qo'lidagi qahva istakonini oq ranglik paxtaraxtdan dasxon silingan shiraga avaylab qo'yib kulib turib, "Mavguylar oqshomini qo'yayotgan o'xshaydi. Yerim kechida toza tatliq uxlab olsam, biri ishini chekidi. Ossam val-vul chiroqlar toza chiroyim qiyiqildi. Yo'g'on tumshuq kameralar bilan val-vul qilib rasmlar tortib ketdi. Uxlash keyin bilanla chiqib ekanman toza. Yiliqi amdila qopsang ko'zingni ocholmay qolsang-ku. Shundoq bir ko'zimni tishing yumib, yana bir ko'zimni oralla ochgan holatda degina. Shuning bilan bir chiroyli qiz bol kelib, tumshuqimga mikrofon tangladi. Mommo kimligini anqirolmayla usti-bishi qarab tursam, "Yaxshimisiz? Men Xitoy Markaziy televiziyasining muxbiri. Hozir naq maydondan tarqitish beryapmiz. Siz nimishqa o'z vataningiz Xitoyga xoinlik qilib, bu yerda terrorchilarning tashkillagan faoliyatiga qatnashdingiz?" Demasmi? Nima qilishim bilmay, "Vuy!" debla orqamga dojib, yotoq kirib-olibla ishni ching taqib oldim. Mao pastdagi mulozimat supistiklarga telefon bersam, ma'qul kelimiz degan ularmi yo'q? deb o'zining kulkisini tuta olmay, oxiri bir qo'lini og'ziga opirib, o'zini to'xtatib, ikki yonga qarab o'tib, so'zini davomlashtiray deb turishiga uningga.
ishton tutib boqdingmi aka? Yotoq kirgandan keyin ho'l emasdi, deb chaqchaq qilib oldim. Uyg'urning ichida chaqchaqni ko'tarolmaydigan odamlar oz bo'lsa kerak. O'zimni hisobga olmaganda, men boshqalarga chaqchaq qilsam-mu, boshqalarning menga qilgan chaqchiqidan ba'zida bearam bo'lib qoladim. U gapni qilib bo'lib, menga yondirib, men ko'tarolmaydigan chaqchaqdan birini qildigan bo'ldi-da, deb degan andishiga tushib turishimga, "Ho'l deysan-ku, purab ketibdi. Munchiq tushib etib, ondan uxuldim", deb rosa kuldi. Chaqchaqning ta'mini chiqarib berib, ikkimiz bir haza kulishgandan keyin, "Men o'ylayman, buni haqiqatan mushu tarbiyalashni o'rlashtirganlar qildimikin? Bugun shu videoni qo'yib berib toza zota qildigan bo'ldi-da", deb aram bosgan kulkimizni boshqa yer chiqsigu mayletdi, ammo ov ishdan chiqib qolmas bo'ladi ha, deb yana yuqori pallaga chiqardik. Atrofimizda birga o'ltirib nashta qilayotgan saboqdoshlarimiz bizning nemishqa buncha xushalligimizni tushunolmay, bizning kulkimizga agishib yolg'onlardan kulib qo'yatdi. Ularning uyqusi ichilmagan yuzlarini majburiy tortishtirib kulgandek bo'lib olishini ko'rib, bir-birimizning chiroyiga qarashib, o'zimizni tutolmagan holda kulishib ketgaydik. Albatta, yuqori ovozda emas, tuvan ovozda kuldik. Adablik bo'lish uchun kulkimizni va ovozimizni tuvan chiqiramiz deb maydalarimiz og'rib ketgaydi. Biri bilan unda qinishib kulishmagilimi xeyli uzun bo'lib qolgan ekan. Yodimga kichik vaqtimda dadam onamlarning, ya'ni otamning, ota-opasining uyida turgan vaqtimda shu mahalliki Hamid degan bir aka, mundaqcha aytganda ota-og'inam yodimga kelib qoldi. U balki menga do'stlikning nimaligini o'rgatgan tunchi kishilarning biri bo'lsa kerak. Mahallimizdagilar uni Hamid Zaboy deydi. Qachonli qarsa haraq ichib yuradi. Adablik, ammo gangung odam edi. Otam bilan opam yangi ajrashgan vaqtlar, boshlanguchga amdila kirib o'qiyotgan vaqtlarim bo'lsa kerak. Maktabdan qaytganda shu Hamidlarning uyining oldidan o'tatdim. Ularning uyi tosh yo'lning qarshi qirg'ig'ida. Olim Navoiylarning uyining yonida edi. Yo'ldagi toshlarni tepib, birdan beshimni ko'tarib, osmonga uchayotgan toshlarga qarsam, yo'lda uchrab qolgan chiroyli shakldagi toshlarni terib, yoqtirmaganlarimni yo'l yoqasidagi eriqqa atqash ketib borsam, "Hey, mega kapaqa!" deb chaqirdi ishning oldidagi eriqqa silingan, ko'yrikning ikki qirg'iga qo'yilgan uzun ko'takning ustida o'tirgan Hamid Zaboy. Uningdan mahaldagilarning hammasi qo'rqatdi. Ba'zida uni shu vaqtlarda televizorlarda to'la qo'yilgan Suv bo'yida nomli televiziya teatridagi Vusunga o'xshatib qo'yatdim. Uni haraqkashligi uchun emas, balki uning mas holatda boshqalar bilan so'qishganda o'zi yolg'iz turib qo'lida pichig'i bor bir qanchisini urib yiqitganligini ko'rgandan keyin shundoq o'xshatib qolgan edim. Shu qitim mahaldagilar yugurib kelib ularni ajratmoqchi bo'lganda Hamid maslardek chiqilgan ovozi bilan vaqirab turib, "Hey, aqoysing orlashma! Orlassang mavlar bilan birlashib seni uraman!" deb hammasini qo'rqitgan edi. Ularning u vaqtda nima sababdan undaq urushganligini bilmaydim. Ammo u men kichigimda ko'rgan eng hayvatlik urushlarning biri bo'lgan edi. Shu vaqtlarda hamma odamning yonida pichoq esiqliq edi. Dadamningmi, qo'shnilarningmi hammasining yonida yoki kichik bagisi yoki qisqa pichig'i esiqliq edi. Er kishiga hamrohlik, pichoq bo'lmagan o'g'il bola er bo'lmaydi. Deyishati pichoq satqili kelganlarning atrofiga yig'ilishib turib, xurjundagi uzun qisqa pichoqlarni chiqarib, mahalliki erkaklarni atrofiga to'plab, vaqirab turib, ko'chim-ko'cha yurib pichoq sotadiganlar. Hamidning yinda shu vaqtlarda mening biligimchilik uzunlikda keldigan naqsiz ko'rinish qo'polroq bir pichoq esiqliq edi. U faxrlanib maqtanib turib, "Dadam rahmatlikning qilichgan to'q, o'ttirdan sunib ketibdi-kan. Avu Mehmet Tümürchiga bir to'n moy berib yastib olgan", deb pichig'ini qinidan chiqarmay g'ilobning sirtidan silab qo'yatdi. "Hey, nim deysan Zaboy?" deb bordim uning yoniga devaylab. Uning o'rnidan qo'pib meni qo'g'laydiganligini pamlab, qichishga tayyor turgan holda. Uningdan qattiq hazar aylisammu, o'zimning shu vaqtlardagi mijozim bilan qo'rqinimga bo'y bermagan holda, agar u tutib olsa meni chuqum uratdi. Boshqalarga o'xshash yoqamdan yoki bilkimdan tutib, u yer bu yerga silkishlab qo'yib qo'rqitib jim qilaman demaydi. Chunki Hamid g'opir dadamning oldiga berib, "G'opir malka, mo balangni bir shaplaq ur qo'ydim. Xafa bo'lma. Mening bola vaqtimga o'xshaydi ekan.
Omroqlik qilib, bağı daftar qalam əpbədim. Yaxşı oqsun. Aldınğa namaqul bolğul kirdim malka, deb oltin tishni chiqirib kulib turvalatdi. Dadam onunğa açıqlay desimu, mening mijazimni bilgachga, mening kulib, o'ynab, hech ish bo'lmagandek turgan holatimga bir qarab etib. O'g'il bola tayoq yeb cho'ng bo'ldi, degan edi beshimni silab. Put qo'limga sinchilab qarab qo'yib, peshonamga suyib qo'yib, shundan keyin bu talabining rostilla urdiganligini bilib, uningdan obdalla urkiydigan bo'lsam-mu, yana bo'y bergim kelmaydi. At oqshom uyda nazir berman. Ma 10 qo'yni berman. Sen mahalliki hamma uyga Hamidning uyda nazir bo'ldi-ekan deb nazirga aytib kel, dedi qo'limga 10 qo'yni tutqizib. U vaqtlarda 10 qo'yning kuchi hozirgi 100 qo'ydan kuchlik bo'lsa kerak. Go'shtning kilosi 3 qo'y yoki 5 qo'y vaqtlar bo'lsa kerak. Maktabdan uyga qaytayotgan yo'limni shu yerda to'xtatib uyga bormayla orqamga yinib, mahallaning markazidagi oshxonaga kirib, "Ey oshpaz, lag'ma yeyman, 2 ziq kavob besib ber", deb boyvachlardek vaqirab qo'yib, bir bo'sh ustalga berib o'ltirib, qo'rsqimni obdan to'yg'izib, shu yerdan boshlanadigan ko'chadan boshlab, oldi bir ko'cha, orqa 2 ko'chadan hamma uylarga kirib, "Ata bizning mahalladagi Hamidning naziri bo'ldi-ekan", deb aytib, eng oxirida bizning uyga kirib, onamga tomoq yeb bo'lganligimni, ata Hamidning naziri bo'lganligini deganimda onam, "Voy ottam, bichorlarning beshiga ish kelibdi-da. Xinim oilam nim bo'lib ketgandi. Bolam, sen uyda o'ltirib tur. Men kavmantis qilgan, shuni bir leganga ilib g'ib bitta berib dasxonga qo'yib kelay", deb chiqib, dasxon tayyorlab, uduldagi qo'shnimiz Fatamxon opamni, uning yindagi qo'shnimiz Zaynabxon onamni va yon qo'shnimiz Rayhon opam bilan Zo'rixon opamlarni chaqirib, billa Hamid Zaboylarning uyiga kirib ketdi. Shu qitim baq qiziq bo'lgan edi. Nazir bo'lgan kuni Hamid mening polo usvatgan yerda taxsiga go'sht bilan qoqni liq to'shqizib ilib yeb o'ltirgan yerimdan qo'g'lab, mahaldagi xamonga berib, u yerda xamonni necha cho'rgilab meni tutolmay, o'zi herib, xamonning qattiq yerida yetib qolganda, men hech ish bo'lmagandek uning uyidagi nazirga qaytib, suyuq oshning go'shtlarini o'zim bir qachaga usib ilib, o'rindiq qilib olgan bir ko'takda o'ltirib yeb bo'lib uyga qaytib dadamdan dekkam degan edim. Meni urmagan, ammo menga tilning muhimligi haqida so'zlab bergan edi. Hamidning uyida nazir bor ekan degan bilan Hamidning naziri bor ekan deganning farqini bilmadingmi? Deb qoyib ketgan edi dadam rahmatlik. Shu Hamidning uyida bo'lgandan Hamidning naziri bo'lmamdi, deb gap yondirganimda dadam rahmatlik qaynab so'zlab ketgan edi. Nimalarni deganligi yodimda yo'q. Ammo atis bo'lgan ishlardan xabar tepib, toza kulgan edim. Keyin o ish mahalda xeyli vaqtlargacha chaqchaq aylangan. Kishilar Hamid Zaboyning laqabini bir mezgil o'lib tirilgan deb o'zgartib olgan. Hamidmu Zaboy degan laqabidan bir mezgil qutulganiga xo'sh bo'lib, keyin menga 2 yonchuq chilon bergan edi. Shundan keyin uning bilan yaqin bo'lib qolgan. Bir-birimizga chaqchaq qiladigan, umi meni to'la qo'g'lab chiniqib olgan, menmu tez yuguraydigan bo'lib, maktabning yugurish bilan egiziga sakrashda rekordini buzgandan keyin 90 nahiyalik yinik atletika musobaqasiga qatnashib, 100 metrga yugurishda natija ololmagan bo'lsam-mu, egiziga sakrashda o'zim bilan teng yoshdagi bolalarning turida mis medalga erishgan edim. Hamidni aka deb chaqirib boqmagan ekanman. Uning mendan 2 yoshlarcha kichik o'g'li bor edi. Bir kuni o'g'lining meni aka deb chaqirganligini ko'rgan Hamid akam, "Mo'g'uyni akidima", deb bolasiga ochiqlanganda, men kulib ko'ranglab turib, "Shu, to'g'ri deysan. Men seni og'inang bo'lgandiki meni otidisun", deganimni bilaman. Putidagi oyoqni orqamga o'rilibla qechib ketayotganimda itib dumbamga tekizib meni yiqitgan edi. Shu qitim yiqilib ishnimning tizini yirtib olgan edim. Hamid aka menga bir qur ishdan tiktirtib sovuq qilgan edi. Shu ishlarni o'ylasam, ichim issiq bo'lib qoldi. Bolaligimga shundaq rang qo'shgan, menga adabni va insonlar orasidagi muhabbatning nima ekanligini o'rgatgan edi. Hamid akam mahallamizdagi bolalarni yig'ib hikoyalarni aytib beradi. Uning otasi Ro'zaxon aslida adabiyot o'qituvchisi bo'lgan ekan. Hamid akam shu otasidan olgan hikoyalarni bizga aytib beradi. Uning o'g'isiga yig'ilib, kigizning ustida uning atrofiga yig'ilishib o'ltirib, shundaq hikoyalarni anglaydik.
Mahallimizda Hamid akam bo'lg'achqa hammamizning yuragi to'q edi. Boshqa mahallaning bolalari bilan so'qishib qolsaqmi, bizning Hamid Zaboyning mahallasidan ekanligimizni bilganlar biz bilan davomli aytishdan hayiqatdi. Hamidning donliq chilishchi bo'lganligini, qandoqdir sabablar bilan turmadimi yotganligini bilgaydik. Mahallada qiziqarli ishlar bo'lib turadi. Bir kuni ularning o'gisida shundoq hikoya anglab o'tirganimizda, uning hovlisidagi uchma daraxiga qo'l chirig'ining nurining tushganligini ko'rib qoldik. Mahalldagi 10 ga yaqin bola uning o'gisidan uning bilan birga pastga qarsak, pastda ikki soyining uning uyining eshigini ochmoqchi bo'layotganligini ko'rib qoldik. Hamid akam: "Ey Akbar, xato uy kirib qopsizlar. Olim Navoiyning uyi yondiki uy", deb ularga vaqirdi. Oradagi biri qo'l chirig'ini ovoz chiqqan tarafga yondirib, Hamid akamni ko'rib: "Ha, Hamidmi? Endi haqdan so'rab kirgil bo'lmagandikin, ma'qul aka, xop bo'lma", deb qo'yib, temir darvozaning ustidan yomshib chiqib ketishdi. Biz buni ko'rib, to'li kulib, o'gizdan yiqilib tushgili tasli qolgaydik. Aramizda Olim Navoiyning bolasi Odil bor edi. Biz uni: "Hey, uying berib deb qo'yg'in. Yondagi mahalladagi Akbar o'g'rilar kelyapti" deb deyishib chaqchaq qilishqa edik. Mahalla hayoti ajoyib bir hayot edi. Mahallaning o'g'rilarini mi taniysan, nochilarini mi, po'chilarini mi taniysan? Hammasi o'z odam. Hammasi bilan gaplashalaysan. Hammasi bilan masalalarni o'rtoqlasha olaysan. Shundaq mahalla hayotida yashaganligim, hayotimdagi eng qimmatli eslamalarni, eng qimmatli darslarni menga o'rgatgan edi. Shu mahalla hayoti menga Uyg'urlikni, Uyg'urlik sevgisini, Uyg'urlik majburiyatini o'rgatgan edi. Hamid akamning moy sotadigan do'kon bor edi. Moyni soyda o'zi qaynatib ishlab chiqaradi. Uning quduqchi biri bilan birlashib nefit quduqi ochganligini, shu quduqdan tortib kelgan moyni o'zining soyda ishlab dizel chiqarganligini rivoyat qilib so'zlashatdik. Traktorlar amdila omilishga boshlagan shu vaqtlarda uning savdosi bek yaxshi bo'lgan edi. U mahallamizdagi oldin qatordagi boylardan bo'lgan. Tunji bo'lib shaxsiy mashina olgan edi. "Nimaga ruxsat oldi, nimaga? Yer o'zimning, zavod o'zimning, do'kon o'zimning. O'zimning mahallasida, o'zimning uyda ochdim do'konni. O'zimning dehqonlarga sotaman. Nerdan kelib qolgan lo'lay Xitoylar assi bo'ladi ekan. Ro'zaxonning bolasi Hamid ichib qo'ysa qonunsiz bo'lamdi ekan. Qandoq davlatgan u?" deb vaqirab mahallani bishiga bir kegaydi, uning do'konini pechatligil kelgan soqchilar bilan hukumat xodimlariga. Mas bo'lib olib, devaylab oldiga chiqib, uni mahaldagilar to'sib olgan, soqchilarmi uning do'konining moy to'nglarini musodara qilib ilib ketib, uni tutishga petnolmay tashlab qo'yib ketgaydi. Keyin u ishlarning qandoq bo'lganligini bilmayman. Uning do'koni mening yodimda qilishicha men turponga qaytib ketganga qadar savdo qilgan edi. U mahallaning masjidini o'zining shaxsiy mulkidekla ko'ratdi. Cho'nglardan olgan gaplardan yodim qolganiga asoslanganda, u mahallaning masjidining yanidagi uylarni setib olib, mahalla masjidini cho'ngaytib, pishiq xishdan o'zining iqtisodi bilan soldirgan ekan. Akbar o'g'ri deganlar yezning diniy ishlariga mas'ul ishxonasiga o'g'irlikcha kirib, mahalladagi masjidlarning aslidagi hajmi, joylashish o'rni va chertyuzini o'g'irlab chiqib ko'ydirib o'tkashga, bizning mahallaning masjidining 3 hassa cho'nglig'anligini ular bilolmay qolganmish. Shundaq rivoyatlardan keyin boshqalardan anglab, men oliy maktabga borgan yillarimda, ta'tilda dadamlarning mahallasiga qaytganimda, uzun yil haroq ishganlikdan jigar qetish bo'lib, salomatligi og'irlashgan, namozxon bo'lib, mahalla jamoatida hurmatga sazovor cho'nglardan bo'lib qolgan Hamid akamni yo'qlab, uning yosh turibla egilishga boshlagan qaddini ko'rib, ichim ochiq bo'lgan edi. Uni eng oxirgi qitim ko'rgunimda, uning uyining oldidagi ko'takning o'rniga qo'yilgan tosh supining ustiga silingan kigizda uning bilan yonma-yon o'ltirib, "Hamid malka, qiyliq yarishibdi jimo sana. Qara, qo'lingdagi kaptarmi endi tumshuqlari egilib, lochonga o'xshab qopti", deb chaqchaq qilgaydim. Uning qo'liga qachonlarda chekib olgan kaptar yoki burkutligini bilgili bo'lmaydigan chakmisini ko'rsatib chaqchaq qilib, yeshi 50 ga kirgan yoki kirmagan birining mukchiyishga boshlaganligi, mening balaliq aslimalarimda muhim mazmunlarni qoldirgan birining hayot musofisining oyoqlashish olda turganligini ko'rib, jigar qetishdan sarg'aygan terisi, ko'z olmalariga qarab yuragimga yig'i tutgan edi.
Muşu Qur'on yazğaç hayatning qisqaligini, shu akamning va boshqa shundaq kishilarning hayot hikoyalarini astigash his qilgandek, meningmi shundaq bangvosh, quloq kesdi biridan o'zini tutib olgan bir otaga aylanganimga qarab, hayotning mayli biz qanchalik qiymayli, hamon bizni tashlab omonatni egisiga qaytarganligini, mushu hayotni qandoq qilganda ma'nilarga to'ldirishning naqadar muhimligini his qilgandek bo'lmoqdaman. Aka, sen jiq muxbirlarni tuniysan. Meni muxbirlar bilan tunishtirib qo'ygan bo'lsang, dedim Uyg'urlar orasida Twitterda agash kuchlari eng ko'plardan biri bo'lgan, uzun yillik xizmatlari jarayonida muxbirlarning ishonchisiga erishgan, muxbirlar bilan keng munosabat doirasi bor bo'lgan, men bilan birlikda media tarbiyalashga qatnashayotgan bu Uyg'ur akamga uning ishlaridan Twitter orqali jon qutqazg'ili bo'lganligining amaliy misollarini bilgan edim. Misrdagi Uyg'ur o'quvchilarining tutqun qilinish voqeasini tunji bo'lib oshkorlab, isbotlar bilan u voqeani isbotlab, eng dastlab Al Jazirada, keyin boshqa asosiy medialarda u voqeani pash qilib, Misr tarafga eg'ir bisim ilib kelganligi, buning bilan qancha yuzigan Uyg'urning jinini qutqizib qolganligini shu qitimliq tarbiyalashda bilgan edim. Gerçi u tökbiler keyincha bir tor yazgıcısının patentiga aylanıp ketken bolsumu, onundan məyuslanmay, kichik peyilliqi, şöhret qoğlaşmay, əmeli işini davam qilishi, uçuq söz və dadillığı bilan hürmetimge və sepdaşlarca muhabbetimge sazavar bolgan, bana köp cəhətlərdə ülge bolgan bu Uyghur akamdan jiq nərslərini ögəngen. Köp yardımlarga erişken edim. Keyin shu Uyg'ur akam, tor yozuvchisi va men qatorliq bir qancha kishi bir media gruppasi bo'lib tashkillanib, Uyg'urlarning hozirgi zulmatlik ahvolini tunishtirishda, Uyg'ur yangi obrazini tiklashda ko'p xizmatlarni qilgan bo'lsaqmi, shu xizmatlarga aktivlik bilan ishtirok qilgan tor yozuvchisining shuhratparastligi, shaxsiyatchiligi va yolg'on va'dalari sababidan gruppamiz tarqalib ketib, oxiri shu Uyg'ur akam bilan ikkimiz qolgan edik. Xalmurat, mening mijozimni bilasan. Men san amroq, ammo qizil sizig'imdan o'tib ketsang, yuz xotira qilmaydiganligimni bilasan. Davo sepining oldida ketib borganlarg'imi yuz xotira qilmaydiganligimni bilasan. Shunga qizil siziqdan chiqib ketma, deb menga tahdid aralash akalarcha nasihat qilib turadi. Mening xarakterimdagi va psixikamdagi o'zgarishlarni kuzatib, menga aynak bo'lib turadi. Uni şoňlaşqymı texmi yaxşı göretdim. Bäzide xatalyk ötküzüp qoýsam, başgalarga atap yazgan maqallardek, menimi şundaq aşkara tanqidlap salamı dep ändişimi qılatdım. Çünki onun hiç qandaq bir kişiге yoki hiç qandaq bir təşkilatqa sadaqat bildirmey, faqatla Uyg'urning mustaqillik yo'lini özünün qızıl siziqi qilib mağdıgan biri işkenligini, onun qancha yillardan buyan qilgan işlerden bilgen, öz ağızdan anlığa edim. Xalmurat, şoňa jiq adamning tishiga tegib qo'yganligimni bilaman. Ammo Uyg'urga mendek bir lozim. Yüz xotir qilmaydigan, mustaqillik yo'lini qizil siziq qilgan, shu siziqdan o'tib ketganlarga bu kurashning egisi borligini asıltib turgan biri lozim. Mening olqishga erishgan kishi bo'lg'im yo'q. Menga yarashmaydi. Ham undaqmi bo'la olmayman. Dahi bo'lish, cho'lpon bo'lish deganlarni asla tamayim yo'q. Şoňa men mush yo'lni tanlagan. Bizde özüge yaxmıganlarını xayınga, işpiyonga çıqırıp, özüge bolgan tanqidlerden qutulish xayışı pek iğir. Mammu şundaq hücumlarga, tanqidlerge jiq uçurdum, ama pervayım pelek. Muşu kaç mijazimge özüm heyran bäzde, dep külüp ketedi mürisini itip. Onun gaplerini anlap, yadımga Hamid akam kelip qalğaydı. Kichigimde birer iş qilib qo'ysam meni qo'g'laydigan, çoğun adam bolsumu, hemmini ürkütüdigan, mahalla nochisi bolsumu, mening devayla ballarcha degan gaplerini ko'tardigan, kichik peyli shu akamni seyqinib qalatdim. Üstiga topa qondirmaydigan mijaz uningda yo'q edi. Mijaz udul, achchiq yomon gepiton bolsumu, meni ba'zida tutulib urib olsimu, uni yaxshi ko'ratdim. Chunki umu menga amroq edi. Meni qo'g'daydi, menga kuynatdi. Ayali yaxshi tamoq qilsa, dadam bilan ikkimizni chaqirib mehmon qiladi. Shu mahallamni shundoq seg'indim. Mahallamdagi g'odiyib, po'chi turib olgan kishilarni, gepiton, qo'pol kishilarni "Sen bilmaysan, voy" deb vaqirib qo'ysam, yoqamdan tutilib, "Nimani bilmaydi ekanman?"
deb meni silkishlab qo'rqitmoqchi bo'ladigan, ammo dadamdan qo'rqib menga qo'l ustalmaydigan shu quruq tera tarangshitadigan kishilarni seg'inga aytib. Әттегәндә һойлык сепилгән судан кийин тупроqdan chiqadigan nam tuproq hidini, maktabdan tush tomoq yeyish uchun qaytqanimda o'yinlardan keladigan mazzilik tomoq hidilarini, yozda o'gizda yetib bir-biri bilan "Hey, avu danishning ovozini bo'shroq qilib qo'ysanglar-a, ma bizninkini anglamayaptimiz" deb vaqiraydigan opashlarni, qo'shlarning tomlaridan ortilib tushib, uyning orqadagi bog'da o'stirgan pomidor tarximaklarini vashan qilib qochgan kunlarimizni seg'inatdim. Shu uyg'urlarimning hozir uyg'ur bo'lganligi uchunla jazo lagerlariga solanganligini o'ylaganimda, aslimlarimda qolgan shu mahallarning ko'chalarining quruqdalgan, uylarning egisiz qolgan holatini tasavvur qilganimda, mushlarim turilib ketadi. Hamid akamga o'xshash novchilarning yo'q qilinganligi, mahallamizdagi itlarningmi u taqdirdan qutulolmaganligi menga egisiz yurtning payxon bo'lish sababini va men asligan, seg'ingan, ammo mangu qaytolmaydigan shu kunlar bilan silishtirim bo'lib, yurakim yig'laydi. Shular mening ruhiyatimni shakllantirgan shu yezlar, shu oddiy kishilar Uyg'urning g'ururi va iffati edi. Ular dafsanda bo'lmoqda, jahon sukutda. Men mag'dursiz. Soğuq shamollarda Finlandiyaning o'rmonligini singan holda aslimalarga sho'ng'ib, o'rmonning cho'nqurlariga ketib bormoqdaman. Vatan, sen tuproqlaring bilan emas, shu insonlaring quchug'ingda yashayotgan millatim, uning ruhi, uning iffati va uning g'ururi bilan vatandursan. Seni seg'indim. O'lsam bag'ringga ko'milmak eng cho'ng orzuyum. Hayatımda sen üçün yaşaş hayatımның ma'nosi bo'lgusi. Sana jinim pido bo'lsin. Bu seg'inishni, bu hijronni ko'tirishga yurkim bardoshlik berolmagandek eg'ir so'qmoqda. Balaliqimdek yerdagi toshlarni tepib, ko'zimga chiroyli ko'ringanlarni terib olib, orasidan yoqtirmaganlarni o'rmonning ichiga etib, ko'zimni yumib shu mahallamga, rahmatlik dadam bilan onamning uyiga qaytayotgandek maqmoqdiman. Qayerdandir dadamning ismimni chaqirishini, anglashni tama qilib, o'rmonlikning timtosligini tingshimoqdiman. Shamollar xiyollarimni va ruhimni uchirib mahallamga ilib ketdi. Hamid akamning qo'lda naqish qilingan burkutdek yoki kaptardek mahallamning ko'kida laylab uchib, dadam rahmatlik bilan onam rahmatlikning qabrisiga berib qo'ndim. Ah, yurakim erib suv bo'lib shu tuproqqa singib ketsa. Shunday qilib, bu qitimni o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.